eng arzon model kanalda, arzon narxda kraskalari top-toza bo'lgan Malibu 2 mashinasi 2 turbo motorda primer qilingan, oldi orqalari polni primer qilinib, faqatgina tablosi qolgan deyaptilar. Xo'p, kraskasi toza ekan, balonlari zo'ri taqilgan, tayinlovchi ruxsatnomasi oz-moz bo'lsa ham bor ekan, tugab qolishga yaqin qoldi dedilar. Xo'p, 5 ключевой usblari bor, salonlarni ko'rishlari mumkin. 114 ming kilometr masofani bosib o'tibdi. Ko'zalari mana shu joyi ozgina sirtilib qolgan, balichki joyi. Xo'p, chexolchilar besaran chiroyli qilib berishadi. Qolgan joylari yaxshi, panorama lyuklar ishlayapti. Propan gazlar ustanovka qilingan. Propanni ham yaxshi ustanovka qilingan ekan. Motor hadovoy korobkalari yaxshi deyaptilar. Hamma yo'g'ini bir qator tekshirib olaverasizlar. Kraskasi ham toza mashinani. Mana shu eshikni ozgina qirib olishibdi. Bilingani yo'q mana. Bilingani ham yo'q. Ko'rsatib beraman nomiga. Kelib ko'zda hamda ilqalmaysizlar. Xo'p, 114 ming yurgan, polni primer qilingan 2 turbo 2019-yil mashina propanlari bilan. To'ppa to'g'ri $19 ming berib yuboriladi. Telefon qilib baraga qilaverasiz.